Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 2-iyun 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 52 so'm 91 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 11.949 so'm 3 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.194.903 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.0% ga tushdi. Yevro 52 so'm 5 tiyinga tushdi. 1 yevro 13.921 so'm 81 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.392.181 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.7% ga tushdi. Rossiya rubli 39 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 166.280 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.3% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 15 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 71 Rossiya rubli 86 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7186 Rossiya rubli 9 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4.1% ga tushdi.